bez saratoni bilan kasallangan ayollarda jarrohlik amaliyotdan keyingi uy sharoitida bajarish kerak bo'lgan mashg'ulotlarni ko'rib chiqamiz. Sog'lom turmush tarzi. Bu nima? Bu odamning gigiyenasi. Bu faol mehnat. Bu fizический nagruzka. Bu to'g'ri ovqatlanish. Shu kabi savollar bizning onkologik kasallarda kelib davolanganda paydo bo'ladi. Doktor, jarrohlik amaliyotdan keyin men faol mehnat qila olamanmi? Men aktiv bo'la olamanmi deb savollar berishadi. Shu savolga hozir javob bermoqchiman. Masalan, bizda sut bez saratoni bilan shikastlangan bemorlarda jarrohlik amaliyotdan keyin ko'krakni olib tashlamizmi, ko'krakni qisman saqlab qolamizmi, qo'l ostida va qo'lda kontraktura paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'lni osti yaxshi ochilmasligi mumkin va shu sababli qo'l yaxshi ishlamaydi. Jarrohlik amaliyotdan keyin biz bemorlarimizga hamisha 3-kundan keyin bo'ldi, endi fizik nagruzka qilish kerak bo'ladi, qo'lingizni ishlating deymiz. Bemorlarimiz ro'molda bo'lsa, ro'molingizni o'ring deymiz. Ikkala qo'l bilan ro'molni o'ratamiz. Va devorga bemorlarni devor oldiga kelib qanaqa mashqlarni qilishni o'rgatamiz. Qo'lingizni, o'ng qo'lingizni belingizga qo'yasiz. Chap qo'lingizni devor oldida sekin tepaga ko'tara boshlaysiz. Sekin ko'tariladi, lekin og'riq paydo bo'lsa, mashqlarni sekinlashtiramiz va kamaytiramiz. Ko'taring. Bo'ldi. Agar og'riq sezayotgan bo'lsangiz, sekin tushirsangiz bo'ladi. Bu birinchi mashq. Ikkinchi mashq, ikkala qo'lingizni, o'ng va chap qo'lingizni bo'yningizga qo'yib olasiz. Bo'yningizga qo'yib olganingizdan keyin sekin o'ngga va chapga o'girilib boshlaysiz. Mabodo og'riqni sezsangiz, mashqlarni kamaytiramiz. Keyingi mashq bemor yotuv holatida qilinadi. Bemor qo'lni olib, barmoqdan qarab, tepaga qarab silaymiz. Bu limfostazi profilaktikasi, ya'ni qo'l shishi profilaktikasi. Albatta qanaqadir krem sursa bo'ladi, детский присыпка, vazelin sursa bo'ladi. Silab, sekin qo'lni ostiga olib boramiz. Va bemor yotgan holatda sekin qo'llarni tirsak tomonidan egib, bosh tagiga qo'yiladi va tirsak tomonidan sekin ochila boshlaydi. Bu nima uchun qilinadi? Bizning bemorlarimiz jarrohlik amaliyotdan keyin keyingi etapda nur terapiya qabul qilishadi. Nur terapiya olayotgan holatda qo'l osti juda ham yaxshi ochilishi kerak. Chunki olayotgan nur imенно mana shu zonaga, imенно qo'l ostiga tushishi kerak bo'ladi. Yana bemorlarimizga shunaqa tavsiya etaman, jarrohlik amaliyotdan keyin agarda o'ng tomonda jarrohlik amaliyot o'tkazilgan bo'lsa, o'sha o'ng qo'lda 2 kilodan og'ir narsa ko'tarmaydi. Jo'va va o'qlov ishlatish mumkin emas. Bu olayotgan videoroliklarimiz sut bez saratoniga chalingan bemorlar uchun qilingan video syujetlar. Qaysi paytda bu mashqlarni qilib bo'lmaydi? Agarda qo'lingiz shishib, qo'lingiz qizargan bo'lsa, do'mbira bo'lib shishib ketgan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Shifokor limfostazi alomatlarini olgandan keyin mashqlarni yana bajarsangiz bo'ladi. Bu qo'llanma kimlar uchun olinyapti? Sut bez saratoni bilan shikastlangan va jarrohlik amaliyotini o'tkazgan bemorlar uchun qilingan qo'llanma. Bu mashqlarni albatta shifokor tavsiyalari bilan boshlashingiz kerak bo'ladi. Bu mashqlar kim uchun mumkin emas. Agarda qo'lda shishish, qo'lda limfostaz alomatlari bo'lib, qo'lda teri qizarib, toshmalar bo'lsa, shifokoringizga murojaat qiling. Limfostaz alomatlari ketgandan keyin mashg'ulotlarni davom ettirsangiz bo'ladi. Aslida bu mashg'ulotlarni uy sharoitida, uyda, hovlida, ko'chada bemalol qilsangiz bo'ladi. O'tirgan holatli mashg'ulotlarimiz bu ikkala qo'lni tepaga ko'tarib chapga chalish. Bolaliginglarni eslasanglar, har qanaqa bola so'z o'rgansa, har qanaqa bola yursa, ota-ona chapga chalardi. Bu pozitivniy emotsiyalar. Bemorimizlarga chapga chaldiramiz. Bu mashg'ulotlarni ertalab va kechqurun 10-15 marotaba takrorlanish kerak. Nojo'ya ta'siri bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Tibbiyot fanlari nomzodi vrach-onkomamolog Shamansurova Nodira Said Oripova.